Bilasizmi, ayollarda eng ko'p uchraydigan urologik kasalliklardan biri bu sistit hisoblanadi. Yaqinda qabulimda bir ayol kishi bo'ldi, shikoyatlar bilan. Jinsiy aloqadan keyin ayol kishini qovoq sohasida og'riq, siydik yo'llarida achish, qichish belgilarini bo'lishi, siydigida qon belgilari paydo bo'lishi bilan shikoyat qildi. Ayol kishi tekshirilib, kerakli analizlar qilinganda siydikda bakteriyalar borligi aniqlandi. Muolajalarni olib, dori-darmonlarni patsientga yozib berildi. Oradan 2 hafta o'tgandan keyin qayta analizlar qilinganda siydik bakteriyalar aniqlanmadi, bemorning shikoyati bo'lmadi. Lekin ayrim hollarda mana shunday kasalliklar bilan kelgan bemorlarda dori-darmonlar yordam bermasligi mumkin va har bir jinsiy aloqadan keyin bemorda sistit belgilari qaytalanishi mumkin. Bunday hollarda bemorlarga dori-darmon emas, balki siydik yo'lini plastik operatsiyasini qilish to'g'risida fikr yuritishga to'g'ri keladi.